Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yarmuhammed Tayir To'g'liq. 2. qism. 3. Farzand tarbiyasining 3 xil shakli. Farzand tarbiyasida besilgan har bir qadam odatga, odat xarakterga, xarakter bo'lsa qismatga aylandi. U Dikirbi. Aslından alganda farzand tarbiyasining shakllari nihoyat ko'p xil bo'ladi. Farzandga nisbatan har bir so'z harakatimiz, fikrlarimizdagi azroq o'zgarishlar, pozitsiyamizdagi egiz pastliklar, mijoz va qapoq turishlarimiz, urishimiz yoki erkalatishimiz, tilishimiz yoki nasihat qilishimizning hammasi farzandlarga yoki undaq yoki mundaq tarbiya rolini o'ynaveradi. Biz o'zimiz ko'p hollarda bu xil ta'sirni his qilmay qolamiz, lekin umumlashtirganda u mundaq 3 xil shaklga markazlashadi. 1. Ta'sir ko'rsatish tarbiyasi. Ta'sir tarbiyasi farzand tarbiyasida eng umumiy, lekin intayin nozik bo'lgan usuldan biri. Umumiy deganimiz 2 mazmunni o'z ichiga oladi. Oldi bilan farzand tug'ilib o'zi uchrashgan, ko'zi ko'rgan, quloqi anglagan barliq narsalar bolalarning tarbiyalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Yana biri, maqsadlik elib berilgan tarbiya usullarining hammasi ta'sir ko'rsatish orqali rol o'ynaydi. Masalan, gap o'tmagan bolaga tayoq o'tmaydi deganda, yanala ta'sir masalasi nazarda tutilgan. Nazuk deganda hech qanday ota-ona o'z farzandini yomon bo'lsa-kan, yomon odatlarni yo'qtirib olsa-kan demaydi. Lekin oila ta'siri va jamiyat ta'siri bolalarga o'xshash bo'lmagan taraflardan ta'sir qilib, ularda o'xshashmagan natijalarni barliqqa keltirdi. Biz bolalarni askish qilib qo'yganligi uchun aski til bilan tillasak, aslida u bizning yaxshi ko'nglimiz edi. Lekin u bolalarga 2 xil ta'sir berdi. Biri, ular o'zining yomon ish qilib qo'yganligini, shunga til eshitganligini his qiladi. Yana biri, siz balaga cho'shqa, qanjuq degandek eski tillar bilan adab bersangiz, ularmi boshqalarni ashu til bilan tillaydigan adabsiz bola bo'lib qoladi. Siz men undaqda deb o'rgatmagan deyalamsiz. Gerçi siz eski tilni balani yaxshi bo'lsin deb ishlatishingiz mumkin, lekin usul yaxshi bo'lmaganligi uchun yomon ta'sir paydo qildi. Amaliyotda sizning yomon til qo'llanganligingiz balaga navbat kelsa, sen shundaq tillasang bo'ladi degandek rol o'ynaydi. Umuman ta'sir tarbiyasi nozik va murakkab jarayon. Shunga Uyg'ur xalqi qadimdan tortib ta'sir tarbiyasiga nihoyat ahamiyat berib kelgan. Turkiy tillar divanida mundaq bir maqol bor. Anasi hiylagar yupqa yapar, balasi ziyrak qo'shlab olar. Ya'ni anasi hiylagarlik qilib balani ko'p yevolmasin deb nonni nepiz yapadi ekan. Balasi ziyraklik bilan ikkini juplab ilib yeydi ekan. Ta'sirning farzand tarbiyasi bilan bo'lgan munosabati haqida qadimdan kelayotgan mundaq bir tajriba bor. Payg'ambarning balasi yomonlarga qo'shilish bilan yomon bo'ladi. Yaxshilarga qo'shilganligi sababli yaxshilar qatoriga o'tadi. Ashabul Kahfning eti yaxshilarga agashgach, inson qatoriga o'tganligi to'g'risidagi rivoyat xalq orasida keng tarqalgan. Seneca nasihatvozlik bilan yaxshilikka erishishdan ulgu ko'rsatish orqali yaxshilikka erishish osonroq degan. Haqiqatan farzandlarga nisbatan qo'rqish, urush, tillab adab berishga qaraganda ulgu ko'rsatish orqali tarbiyalash yaxshi unum berdi. Chunki bolalar ko'pincha cho'nglarning ishiga taqlid qilish orqali turmushni o'rganadi. Bu xil ta'sir kichik, oddiy ishlardan tortib, cho'ng ishlargacha o'rtaq rol o'ynaydi. Shunga ota-onalar odatdagi ish harakat, gap so'zlarga intayin diqqat qilishi, intayin ehtiyotkorlik bilan ish tutishi kerak. Ailedagi har qanday ish, har qanday so'z bolaning ko'zidan va quloqidan qochib qutula olmaydi. Bu haqda intayin zarur bo'lgan bir qoida bor. U bo'lsa-mu ota-onalar o'z farzandining qanday bo'lishini umid qilsa, eng avval o'zi shunday bo'lishi kerak. Turmush amaliyoti shunday isbotlab berdiki, siz farzandlarga ichimlik va chekimlikni tashabbus qilmasangizmi, ota haraqkesh va bangi bo'lsa, kayfning ta'siriga uchramaydigan bolalar az bo'ladi ekan. Haraq sharab ichmaydigan, oilada cho'ng bo'lgan bolalarning uniga o'rganib qilish nisbati nihoyat az bo'ladi ekan. Ailesida ko'proq urush, jidal bo'lib turadigan, bir-birini eski tillar bilan tillaydigan ailening bolalarining ba'zilari jimg'ur, qo'rqinchoq, tushkun, ba'zilari tarsa mijoz, ig'izi yomon bo'lib qoladi ekan. Ilmiy adab qoidalik oilada o'sgan bolalarning mijozi yaxshi, axloqliq bo'ladi ekan. Jo'shqin kayfiyatga to'lgan oilaning bolalari xushchaqchaq, ko'tarangi ruhliq, jur'atlik, ochiq fikrlik bo'ladi ekan. Bu ahvollar shuni uqtirdiki, ota-onalarning angliq yoki angsiz o'tkazgan tilsiz savalliklari farzandlarning o'sib yetilishiga shunchalik aks ta'sir beradi. Ota-onalar balkim bu mas'uliyatni o'zidan ko'rmas, biroq oila muhitidagi yaxshi ta'sir bilan yomon ta'sir bizning farzandlarga bergan yaxshi-yomon tarbiyamizning tilsiz ifodalanishi xolos. 2. Odatlantirish tarbiyasi. Uyg'urlarda sut bilan kirgan qo'y jon bilan chiqar degan maqol bor.
Bu maqolda odat kuchining qudrati xulosalangan. Qonuniyat shuki, insonlarning kunlik turmush faoliyatlari, urf-odatlari, qoida-usullari va turli o'lchamlarning hammasi uzun mazgillik takrorlanish jarayonida odatga aylangan. Masalan, kuniga 3 vaqt tamoq yeyish bir xil odat kuchi. Chet elliklarning yarim yalang'och yursa-mu aybga buyurilmasligi ularning odati. Bizda bo'lsa, ayb hisoblanishi bizning odatimizga to'g'ri kelmaganligi. Shunga u odat deb atalgan. Farzand tarbiyasi cho'ng jihatdan bir millatning umumiy odatiga uyg'unlashtirilishini nishon qiladi. Kichik nuqtadan maqsadli holda yaxshi turmush usuliga odatlantirildi. Bolalarga o'zlashib qolgan yaxshi xo'ymi, yomon xo'ymi, yaxshi harakatmi, yomon harakatmi, adabsizlikmi, adabmi, madaniyatlikmi, pokizlikmi, qisqasi kishilik turmushda rioya qiladigan barliq qoida-usullar asosan odatlanishdan barliq keladi. Odatlanib qolgan ish xuddi bangilarning tamakiga odatlanib qilib tashlayolmaganiga o'xshash, qimorvozlarning qimordan mehrini o'zolmaganiga o'xshash bir ish. Axloqul muhsinin degan asarda odatlanishning changildan chiqmoqning mushkulligi haqida mundaq bir hikoya misol qilingan. Loy yeyishga odatlangan podshoh. Bir shahzoda kichkida loy yemekni odat qilib olibdi. Cho'ng bo'lib shah bo'lgandimi u odatini tashlay olmabdi. Hukmronlar bu ishning to'limi zararli ekanligini har qancha aytib ma'ni qilgan bo'lsa-mu foydasi bo'lmabdi. Shu kunlarda ulug'lardan biri shahni ko'rgil kelibdi. Podshohning chehrining to'limi zaif va xarob, qizil ruxsarning zafarandek seriq va so'lg'inligini ko'rib ahvolni so'rabdi. Shah, "Menga mundaq mag'rub, yiqimsiz ish odat bo'lib qoldi. Odat bo'lib qapti. Uni tashlashga ilojim yo'q. Bu odatim tufayli hasrat va nadomatda qo'limni ko'ksim o'zir qo'yib turibdiman" debdi. Zarar qilishini bilib turib, nima uchun u odatingizni tark qilmaysiz deb so'rabdi hiliqi ulug' kishi. Tark qilay deb shuncha niyat qildim debdi shoh, lekin nafsimning xohishini yig'olmayapman. Durust niyat podshohlarga xosdir. Uning niyat qilgan ishini har qanday kishi ma'ni qilib so'zlasimi, hargiz quloq solmas debdi darvish. Podshoh bu so'zning ta'siridan to'liq g'ayratga kelib, loy yemek odatini tashlashga iroda qilibdi va u chin irodaning barakati bilan u yomon odatning ranjidan aron qutulibdi. Bu hikoya ota-onalar uchun ibrat bo'lsinki, bolalarni kichkidan yaxshi ish harakatga odatlantirish, ularning yomon ish harakatga odatlanib qolishining oldini olish kerak. Gyogo mundaq degan: "Odamga bolalikdan singdirilgan odatlar yosh daraxt qo'liga o'yib yozilgan harflarga o'xshaydi. Daraxt yo'g'ingan siri daraxt qo'lidagi harflarmi yo'g'inaydi va oxiri uning ajralmas qismiga aylanib qoladi." Bu haqiqatni hamma ota-onalar nihoyat yaxshi biladi. Bizning uyda bir aslan baqqan edik. Uni pokizlik odatlantirish uchun bir yashik hozirlab, nihoyat taslikda shuning ichiga tarat qilishni odatlantirdik. Yashik ichiga biroz to'pi to'kib qo'ydik. Aslan tarat qisgan chog'da darhol yashik ichiga kirib, yashik ichidagi to'pini ko'lab joy hozirlaydi. Tarat qilib bo'lib to'pida taratini ko'midi. Men bir kuni uni sirtqa chiqishga odatlansin deb yashikni ilib etgan edim. U miyanglab uyning ichida uyon-buyon chapatdi. Oxir bo'lmay yanala yashikni ilib kirib berishga majbur bo'ldim. Bolalarmi shundaq. Meva-chevini yuyib yeyishga o'rgatilgan bola tamoqdan burun qo'l yuymay, mevani yuymay yemaydi. Kechda putini yuyib o'rin kirishga odatlantirilsa, yetishdan burun put yuyishga suraslab berishni talab qiladi. Bu ishlarga odatlanmasa, zo'rlik bilan qildirish tasga tushadi. Bu farzand tarbiyasidagi umumiy bir qoida. Nasihat tarbiyasi. Farzand tarbiyasidagi yuqorqi ikki xil shakl asosan bolalarning o'smirlik davrida ko'proq rol o'ynaydi. Lekin Uyg'urlarning farzand tarbiyalash an'anasida nasihatning roliga bekrak ahamiyat berildi. Uyg'urlarda hayvon tuyoqdan, odam quloqdan degan maqol bor. Shuning uchunmi Uyg'ur xalqining qadimgi asarlari ichida maxsus didaktik pand-nasihat xarakterini olgan asarlar xeli salmoqni egallaydi. Masalan, Ahmad Yuknakining Atabatul Haqoiq, ya'ni haqiqat bozug'isi degan asari, Alshir Navoiyning Mahbubul Qulub, ya'ni ko'ngillar sevgisi degan asari, Xonish Amanisaxonning Axloqiy Jamila, ya'ni ayollar axloqi degan asari, bu asar davrimizga yetib kelmagan. Muhammad Sodiq Qashqariyning Yaxshi kishilarning adabi nomli asari, Abduqodir Damullamning Nasihati amma qatorliq asarlari avlodlarni tarbiyalash uchun yozilgan edi. Uningdan boshqa Qutatg'ubilik, Hayratul Abrar, ya'ni yaxshi kishilarning hayronligi, No'ruz Axund Katib Ziyoining Muhsinul Vaizin qatorliq asarlarimi maxsus farzand tarbiyasiga oid nasihatlik mazmunlar xilil salmoq o'rnini egallagan. Qutatg'ubilikda o'rin olgan nurg'un mazmunlar vositalik holda avlodlarni tarbiyalashga beg'ishlanib qolmay, balki ba'zi arboblarda maxsus farzandlarga nihoyat atrofliq nasihatlar qilingan.
Yuqorqi asarlarga adab axloq, aql farosat, ilm fanning ulug'ligi, baxt saodatning qadriga yetish, ichimlik chekimlikka berilmaslik, hayoliq bo'lish, sixiy mard bo'lish, tejashlik bo'lish, isrofxo'r bo'lmaslik, fitna fasod va hasadxo'rlikdan saqlanish, hayotning o'smirlik va yoshlik mazgilidan yaxshi foydalanish, vatanga, xalqqa kerakli odam bo'lish, emgakni, mehnatni so'yish qatorliq intayin qimmatli mazmunlar kirgizilgan. Bu Uyg'urlarning farzand tarbiyasidagi ilg'or an'analarini tushunishimizga va uni davrimiz avlodlarini tarbiyalashga namuna qilishga bo'ladi. Uyg'ur xalqining og'zaki ijodiyatida yoritilgan minglagan cho'chak va masallar, maqol tamsillar va she'r qo'shoqlarmi intayin qimmatli mazmunlarning o'rin olganligi bilan avloddan avlodga farzand tarbiyasining muhim vositasi bo'lib kelgan. Yazma adabiyotdagi namunalar bo'lsin, xalq adabiyotidagi namunalar bo'lsin, u Uyg'ur xalqining farzand tarbiyalashdagi ilg'or tajriba savoqlarining mujassamlashtirilishi va xulosasi bo'lib hisoblandi. Nasihat tarbiyasi asosan farzandlarning til bilan ifodalangan muddayo maqsadni tushunish iqtidorining o'sishiga ergishib, bora-bora beyitildi va cho'nqurlashtirildi. Nasihatning yana bir alohidligi u bir mazgillik emas, balki oila tarbiyasining mangulik bo'lganiga o'xshash mangu bo'ladi. Ulgu ko'rsatib tarbiyalash bilan ta'sir ko'rsatish tarbiyasi farzandlar quramiga yetib jamiyatga aralashgandan tartib asosan rolini yo'qotadi. Nasihat tarbiyasida oldingi shart tarbiyachi nasihatni berishi kerak. Chunki nasihat orqali farzandlarning qaysi ishning to'g'ri, qaysi ishning xato, nima ish qilishi yaxshi, nima ish qilish yomon, qandoq ish hurmatga ilib boradi, qandoq ish la'natga ilib boradi, qaysi ish haq, qaysi ish nohaq ekanligi to'g'risida belgili tushunchaga va hayot tajribasiga ega qilish lozim. Undaq bo'lmaydi ekan, to'g'ri nasihat qilishning uddasidan chiqqili bo'lmaydi. Bu talabga yetish uchun ota-onalar o'zini tarbiyalashga bakrak ko'ngil bo'lishi, ko'proq kitob material ko'rishi, turmushdan ibratlik tajriba savoqlarni yakunlashi lozim bo'ladi. Umuman ta'sir tarbiyasi bo'lsin, odatlantirish tarbiyasi bo'lsin va nasihat tarbiyasiga murojaat qilaylik. Hammasida ota-onalarning safosi, bilim qobiliyati, axloqiy jihatdagi tarbiyalanishi hal qiluvchi rol o'ynaydi. 4. Farzand tarbiyasidagi noto'g'ri usullar. Farzandning xuyi yomon bo'lsa, uni yomon qilgan hamon ana. Yusuf Hasajib. O'z bolasini sevmaydigan ota-ona yo'q. Hech qanday ota-ona farzandini yomon bo'lsin deb tarbiyalamaydi. Afsuski, irodamizga qarshi holda ba'zi bolalar eski xuyliq bo'lib qoladi. Buning tüp sababi nada? Balaning asl tabiati nacharmi? Yo'q. Hech qanday bola tug'ilishidan eski tug'ilmaydi. Bu masala allburun İlim fan tarafidan isbotlangan haqiqat. Hatto 1000 yil burun o'tgan Yusuf Hasajib bu savolga nihoyat ilmiy javob bergan. U inson bolalarining hammasining asli buyuk, tarbiyalanish orqali tixmi tuzuk bo'ladi. Hech qanday bola tug'ilib bilimlik, fazilatlik bo'lib qolmaydi. U o'rganish orqali bilim, fazilat to'riga chiqadi. Faqat aqllar tabiiy bo'ladi. Qolgan hammani yurib o'rganadi degan. O yana farzandning yomon xuy paylik bo'lishining asosiy sababini ota-onasining savallik ustiga yuklagan. Bu shuni tushuntirdiki, tarbiyalash muddasi bilan tarbiyalash usuli bolalarning individual alohidligi bilan uni tushunish o'rtasida ziddiyat bo'lib turdi. Bu ziddiyatni to'g'ri hal qila olmaganda yomon natija tarafga so'raydi. Har bir bolaning o'ziga xos individual alohidligini onalar intayin yaxshi biladi va bilishi kerak. Asli talabdan qaraganda o'xshashmagan individual alohidlikka ega bo'lgan bolalarga qo'yiladigan tarbiya usuli o'xshamasligi kerak. Bir onadan tug'ilgan 5 bolaning mijozi o'xshamaydi. Biri kichigidan tarsaroq bo'lsa, biri ig'ir besiq bo'ladi. Yana biri qiyroq bo'lsa, yana biri roish bo'ladi. Biri tavoz bo'lsa, yana biri ochiq yomon bo'ladi. Bu xil mijozning tarbiya bilan ko'p munosabati yo'q. U bolalarning individual alohidligidan kelib chiqqan farq. Bu dunyoda tashqi ko'rinishi qo'yib qo'ygandek o'xshab ketadigan biror odamni topqili bo'lmaganga o'xshash psixik alohidligi va individualligi butunlay o'xshab ketadigan birmi bola yo'q. Har bir odamning o'zi nihoyat murakkab bir dunyo. Biroq farzand tarbiyasi haqida yozilgan kitob materiallarda bolalar tarbiyasi mutaxassislari, bolalar psixologlari va pedagoglar bolalarning o'rtaq alohidligiga asosan mundaq bir qancha tarbiyalash usulining nomuvofiq ekanligini yakunlab chiqqan. Birinchi, bolalarni urib, tillab, haqoratlab boshqarish eng eski va nachar usullardan biri. Bir qism ota-onalar farzand tarbiyasida urish, tillash va haqoratlashni muhim tarbiya vositasi qilib olgan. Biz ularning bolalarni rahimsizlarcha urayotganligini, eg'izga olg'usiz tillar bilan tillayotganligini uchratib turamiz. Hatto tili chiqmagan buvoq bolalarni yig'lab xafa qilding deb, nima uchun yig'layotganligini uqmay qarg'ularcha uradigan onalarni uchratdik. Bilish kerakki, urush, tillash yo'li bilan hargizmi yaxshi natijaga erishgili bo'lmaydi. Aksicha bolalarning psixik va fiziologik
fiziologiyalik taraqqiyotiga intayin ig'ir ziyonkashlik qilgan bo'lamiz. Haqoratlangan bola ko'pincha o'ziga ishonmaydigan, o'zini kamsitadigan, hech ishga jur'at qila olmaydigan psixikani yetildirib oladi. Az haqoratlangan bola, savirchanlik bilan tarbiyalangan bola o'z qadr-qimmatini yaxshi tushunadigan, o'zini qadrlaydigan odam bo'lib yetishadi. Urib tillash bilan cho'ng qilgan bolalar qo'rqinchoq, kamaqil, tarbiya ta'sir qilmaydigan, qilin, o'zbishimchi, jahil xarakterni yetildirib oladi. Yolg'on so'zlashga majburlanadi, tushkunlashadi. Yana bir tarafdan ota-ona bilan farzand o'rtasidagi mehr-muhabbatga ta'sir etadi. Bolalar o'zini yolg'iz, yekigani his qiladi. Ota-onasidan nafratlanadi-yu, qo'rqibla itoatman bo'lib oladi. Izop shunga qo'pol kuch ishlatganga qaraganda yaxshi gap bilan har doim ko'proq natijaga ega bo'lasan degan. Pifagor farzandlarini urib tilaydigan ota-onalarga echinib afsuslangan holda, qabringiz ustida yig'lashlar uchun farzandlaringizning ko'z yoshini to'kmang degan ekan. Biroq farzandlarni ha deganda silliq so'z bilan, aldash bilan ish bitmaydi. Navbat kelganda bir qism jazolash vositalarini qattiq qo'l bo'lish usulini qo'llanishga to'g'ri keladi. Biz bu yerda tilga olgan qattiq qo'l bo'lish hargizmi urib tillashni ko'rsatmaydi. Balki talabning qattiqroq bo'lishini, atrofliq bo'lishini, qattiq qo'llik qiladigan chaqda yumshoq boshliq qilmaslikni, ancha-muncha hayva qilib cho'chitib qo'yishni ko'rsatadi. Chunki kishilar orasida bolalar to'mirchi keladi degan gap bor. Şuna farzandlar ata-onasini söýüp qalmay, balki ata-onadan eýmindigan bolışı gerek. Bäzi zörür tepilgan çağlarda ança-munça peşqe qıp qoýuşnyň täsiri ýaxşy bolady. Esimde qalyşça, kiçik wagtymda anamny bek xap qılgan bolsam gerek. Buning ustiga dadam kelip qaldy. Anam ähwalyny aýtgan idi. Dadam bir çiwekni qaýryp elip, meni savaşqa tämşeldi. Anam bolsa, "Qaç, bolmys taýaq ýeýsen" dedi. Ben qaçtım. Dadam keynimden xeli yergiç qoğladı. Körgenler, Tahir Ahmet balasını tutup alsa, bir yerini çıkıp etadigan boldy dep qalatdy. Dadam maňa yetişip aldy. Biroq iki koltuğumdan tutup, levini tişlep ders götürüp, dikkide ders tutip koyup, keyniga qaramay maňdy. Men arqasından ägeşip maňdym. Bundaq usul bäzi qattiq urgandymmy, silik sipaý bolgandymmy ýaxşyrak önüm berdi. Şunu samanlarga silip qoýuş kerekki, farzandlaryň ýumran qalbida qaldırılgan kiçikkine dağ mängü öçmeydi. İkinci, haddidan ortiq erki qilib qo'yish farzandlarni kerakdan chiqardi. Yusuf Hasajib mundaq askartgan. Qiz o'g'lingni erki o'gitib qo'ydingmi, bo'ldi uningdan ko'nglingni o'z. Gegel mundaq deydi. Umuman hamma axloqsiz munosabatlar ichida bolalarga qullarcha munosabatda bo'lish eng zo'r axloqsizlik. Undaqda bolalarni erki o'gitib qo'yishning ifodalari nima? Birinchi, bolalarga haddidan ortiq cho'qinish. Ikkinchi, hamma ishda bolalarning rayiga beqish. Üçüncü, haddan ziyade köngülçeklik bilen muamele qilish. Dördüncü, o'rinsiz talablarga yo'l qo'yish. Nima desa shuni elib berish. Beshinchi, bolalarni asrayman. O'rinsiz talablarga yo'l qo'yish, nima desa shuni elib berish. Bolalarni asrayman deb ish qilmaslik. Altıncı, ha deganda maqtash va erkiltish. Yettinchi, bolalardan gunoh o'tsimi, balaga yan besish. Erki terbiyeleş farzandlarga qandaq ziyonlarni elib keladi? Birinchi, bolalar hammada ota-onalarga tayinib oldigan bo'lib qoladi. Ikkinchi, siz balani tizgilash ixtiyoringizni qo'lingizdan berib qo'ysiz. Bolalar sizga hukmron bo'ladi. Üçüncü, pişip yetilish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. O'rin, harom tomoq bo'ladi. Azroq qiyinchilik uchirsa hammadan voz kechadi. Mustaqil yashash iqtidori bo'lmaydi. Qilgan kichikkina ishiga minnat qiladi. To'rtinchi, tarsa, nirvi mijoz bo'lib qoladi. Beshinchi, tamaxor, shaxsiyatchi, o'zbishimchi bo'lib qoladi. Uchinchi, balani ikki orliq qilib qo'yish yepi uzilgan leglak qilib qo'ydi. Yusuf Hasajib shundoq degan. Sen balaliq bo'ladigan bo'lsang, uning tarbiyachisi o'zingli bo'l. Bu tavsiya shuni uqtirdiki, biri ota-onalar o'zining farzandini yaxshi tushunadi. Boshqalarning ularni to'liq tushunishi notayin. Yana biri boshqalar bolalarga o'zingizdek ko'yinmaydi, ko'ngil bo'lmaydi. Bolalarni cho'ngdada cho'ng onalarga baqtirganda, bolalar ikki yuzlama xarakterini yetildirib oladi. O'tirda gap to'shib, nap oladigan chiqimchi odatni yetildirib oladi. Uydan azroq ko'ngli ranjisa, talabi qondirilmasa, cho'ng uyga berib oladi. Ularni o'ziga panoh qilib olib gapga kirmaydi. Shunga bolalarni bir qo'lliq tarbiyalash lozim. Yana tarbiyada ota-onalar birdek bo'lishi lozim. Tarbiyada birdeklikni saqlash lozim. Bundaq bo'lmaydi ekan, bir taraf tarbiya qilib olsa, yana bir odam aralashib olsa, bir taraf bir nima desa, yana bir taraf aksicha bir narsa desa, bir taraf qattiq talab qo'yib, yana bir taraf bolaning ixtiyoriga qo'yib etsa, bolalar ikki orada gangirab qoladi. Kimning to'g'ri, kimning xato ekanligini ayriy olmaydi. Shuning bilan ular hiylagarlik, quvliqni o'rganadi.
Kim özünün gepini qilsa, şunun beqiniga kiradi. Qattiq talab qo'ygan tarafdan o'zini qochirdi. Yuqorqilardan boshqa bolalarni oshkor so'rlarda ayiblash, boshqalarga silishtirib balani kamsindirish, balaning tanlashiga, fikriga hurmat qilmaslik, bolalarni kichik deb e'tiborga olmaslik, ularning orzusini his qilmaslik, ko'nglini tushunmaslik, o'zaro fikr almashtirmaslik, ularga zo'rlik va besim ishlatish qatorliqlarning hammasi xato tarbiyalash usulidir. Undaq bo'lsa, muvofiq va foydali usul qaysi? Birinchi, normal o'tir hal yo'l tutish eng yaxshi usul. Ikkinchi, oddiy kichik savalliklarga sal qaramaslik. Uchinchi, aldirang'ulik qilmaslik, savrchan bo'lish. To'rtinchi, o'g'ilni dastlabki tarbiya mazgilidan chingitib minish. Beshinchi, balaga o'zingizning ko'yinganligingizni haqiqiy his qildirish. Oltinchi, hadisa chechilishdan va g'azablanishdan saqlanish. To'rtinchi, balalarning ishlariga ko'p aralashib olish balalarni mustaqil yashash iqtidoridan mahrum qiladi. Balalarning yashash usuli va yashash odati bo'ladi. Ularning ham o'ziga xos qiziqishi bo'ladi, o'zi yaxshi deb qaragan yo'li bo'ladi. Agar ularning qilayotgan ishlari ularga ziyon solmaydigan bo'lsa, ular shu ishni yaxshi ko'radigan bo'lsa, ularning mayliga qo'yib berish kerak. Ha deganda ularni kontrol qilib, o'z xohishingiz bo'yicha ish qilsalaman desangiz, u balaning ishi emas, balki o'zingizning ishi bo'lib qoladi. Balangizning shu ishdagi mag'lubiyati amaliyotda sizning mag'lubiyatingiz bo'ladi. Farzand bo'lsa sizning xohishingizning qurboni bo'lib qoladi. Ba'zi ota-onalar farzandlarini kichik chig'idlar mundaq ish qildirman deb to'n pichib qo'ydi. Undan keyin u balaning tabiatiga mos kelamdi, kelmamdi, buni hisob qilmaydi. Bu yaxshi tarbiya usul emas. Yana biri balalarning turmushdagi ba'zi ishlarni o'zining bir taraf qilishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Birarsi bilan urushib kirgidek bo'lsa, balaga yon besib urushib beradigan ishlarni qilmang. Bu intayin xato usul. Hikoya qilinishicha, Harun Rashidning o'g'illaridan biri dadasining oldiga g'azablangan holda kirib keldi-da, shundoq debdi: "Paloni lashkar bishining balasi meni qattiq tiladi." Harun Rashid davlat arboblaridan bundoq odamlarga qanday jazo beramiz deb so'ragan ekan, biri o'ltirishni, yana biri tilini kesib tashlashni talab qildi. Harun bo'lsa, "O'g'lim, mardlik qilay desang, uni afu qil. Agar buning qodir bo'la olmasang, senmi uni tilib ol. Ammo intiqom chekni eshib ketmasin. Chunki u chaqda zo'rlik sen tarafdan bo'lib, qilib qarshi tarafning davosiga qolasan" debdi. Mana bu usulni qo'llanish yaxshi unum beradi. 5. Ota-onalarning har doim aybluvchi bo'lishi kifoya qilmaydi. Eng muhim ularda farzandlarga nimani qilish, nimani qilmaslik lozimligini ko'rsatib beradigan sapo bo'lishi kerak. Bilish kerakki, bolalarning o'zi tushunolmagan ham va his qila olmaganligi sababli o'tkazib qo'ygan xatoliklari, sodir qilgan kamchiligi bolalar uchun gunoh bo'lmaydi. Bundaq chaqda ko'zni yumib olibla koyib ketish tarbiya emas, balki zarba bo'ladi. Yengilishib qilishdan qo'rqliq emas, eng qo'rqinchlisi hech ish qilmaslik. Qadimki Uyg'urlarda yengilmas margan yomg'ir, azmas olim eksada degan hikmatlik maqol bor. Faqat hech ish qilmagan odamlar yengilishib qolmaydi. Amaliyotda bo'lsa, hech ish qilmaslikning o'zi eng cho'ng yengilishish. Bolalarning xatolashib qilishdan qo'rqib hech ish qildirmaslik, mohiyatda eng cho'ng xatolikqa yo'l qo'yganlik bo'ladi. Shunga bolalarga muomala qilganda muayyanlashtirishnimi, ilhom berishnimi, tanqidlashnimi bilish. Shuning bilan birga nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini ko'rsatib berish intayin muhim.